السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aldı bilen Allah subhanahu ve ta'alaga en pak hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagan dekin. Bugünkü Kur'an buluqı programımızın 13. sanağı kelgeninglarni chin qalbimizdan qarshi olamiz. Hürmetlik radyo anglagıcı dostlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda İslam dünyasındaki meşhur alim Seyyid Ebul A'la Mevdudi rahimahullah'ның Kur'an-ı Kerim'deki 4 asasi termin namlı kitabını diqqatinglarga sunib kelyapmiz. İnşallah bugünkü programımızda bugünkü 13. programımızdaki mavzu Kur'an-ı Kerim'nin rububiyetga dair chaqiriqlari. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Ozg'un qavmlarning ko'z qarashlari haqida oldingi batlarda elib berilgan tadqiqot shuni butunlay ichib berudiki, Qur'oni Kerimda zolim, gumroh, buzuq aqidalik deb tilga ilingan qadimki qavmlarning hech biri Allah'ның mavjudligini inkor qilmaydi. Qarindoshlar, nihoyatda diqqat qilaylik. Qur'oni Kerimda zolim, gumroh, buzuq aqidalik deb tilga ilingan qadimki qavmlarning hech biri Allah'ның mavjudligini inkor qilmaydi. Bu nihoyatda muhim nuqta. Allah'ның Rabbi mutlaq ve ilahi mutlaq ekanligini mu rad qilmaydi. Ammo ularning o'rtaq ozg'unligi rububiyatning, ya'ni biz lug'at va Qur'on oyatlaridagi dalillar bilan bayon qilgan ana shu rububiyatning 5 xil uqumini ikkiga bo'lib qo'yishdan iborat edi. Ularning ozg'unligi shu Qur'oni Kerimda tilga ilingan butun ilgirki qavmlarning o'rtaq ozg'unligi nima edi desangiz, biz ilgirki darslarimizda so'zlab o'tdik. Lug'at va Qur'oni Kerimdagi oyatlardagi dalillar orqali biz shu Rob va iloh degan bu Rob hukumininki bayon qilingan shu Qur'on va lug'atdagi dalillar ko'rsatib bergan 5 xil hukmni ikkiga bo'lib qo'yishdan iborat edi. Birincisi, mahluqotlarni tabiatdan tashqari usullar bilan parvish qilish, xabar elish, hojatlarni ravo qilish, ko'zitib asrash va kepillik qilish qatorliq rububiyatning hukmlari ularning qarashicha boshqacha xarakterda edi. Gerçi ular bu ma'nidan Allah'ni hammadan yuksak Rob, yani Perverdigar deb tushunsa-mu, ammo farishtalarni, jin va boshqa mabudlarni, g'ayri tabiiy kuchlarni, sayyora, yulduzlarni, anbiya, avliya, ruhoniy peshvolarni rububiyatga shirik qilib oladi dedi. O'ylab boqaylik. Ular yuqoridagi ma'nolardan, parvish qilish ma'nosidan, xabar elish ma'nosidan, bizning hojatlarimizni ravo qilish, ko'zitib asraydi, bizga kepillik qiladi degandek yuqoridagi bu rububiyatning hukmlari, yuqoridagi so'zlanganning hammasi rububiyat, Rob degan so'zning hukmlari. Bu hukmlari ularning qarashicha boshqa xarakterda edi. Gerçi ular ana shu hukmlarni, yani bu ma'nidan Allah'ni hammadan yuksak Rob, yani Parvardigar deb tushunsa-mu,
Ammo ular yuqoridagi hukmlarda farishtalarni yoki bo'lmasa jin va yoki boshqa mabudlarni, g'ayri tabiiy kuchlarni masalan, sayyora yulduzlarni, anbiyo, payg'ambar, avliyo, ruhoniy peshvolarini yuqoridagi kuchlarning birasiga bizning hojatimizni ravo qila oladi. Bizdan xabar ola oladi. Bizni asraydi, bizga kepillik qila oladi degandek bu ma'noda qanday qiladi desa, ana shu o'zi nimani shundoq deb qaragan bo'lsa, shu peshvolarini rububiyatga shirik qilib oladi dedi. Bu birinchisi. Ikkinchisi buyurish va man'iy qilish ixtiyorligi. İdora qilishning yuksak igidorligi. Yo'l yo'riq va yetakchilikning manbasi. Qonunning asosi. Davlatning rahnimosi va ijtimoiyatning markaziy bo'lish qatorliq rububiyatning hukmlari ularning qarashicha butunlay boshqacha bir xarakterdir. Qur'oni Karimda tilga ilingan bu qavmlarningki, zolim ilgirki shu gumroh, buzuq aqidalik qavmlarningki o'rtaq nimasininki ikkinchisi nima desangiz, ular buyurish va man'iy qilish ixtiyorligi sabab jihatdan. Bir narsani buyurish va man'iy qilish ixtiyorligi, idora qilishning yuksak igidorligi, yo'l yo'riq va yetakchilikning manbasi, qonunning asosi, davlatning rahnimosi va ijtimoiyatning markaziy bo'lish qatorliq bu rububiyatning hukmlari ularning qarashicha butunlay boshqacha bir xarakterda edi. Bu hukmlar nuqtasidan elib aytganda, ular Allohning o'rniga faqat insonlarni rab qilib oladi dedi. Yuqoridagi hukmlar nuqtasidan ular Allah'tan yol yürükanmasdan, Allah'tan buyruq kütmesden, Allah'ның man'i qilishini, Allah'ның çekilişini bunu talep qilmasdan, idare qilishning en yüksek igidorligining faqat Allah ekanligini itiraf qilmasdan, bütün yol yürüq ve yetakchilikning manbasining Allah ekanligini itiraf qilmasdan, qonunning asosining, davlatning rahnimosi, bütün ijtimoiy ishlarning hammasining markazining faqat va faqat Allah ekanligini itiraf qilmasdan, bu ma'nodan qolsa ular faqat insonlarni bu ma'nodan rab qilib oladi. Bu huquqlarni, bu yo'l yo'riq, bu buyruqlarning hammasini insonlardan oladi ular, Allohdan emas. Yoki nazariya jihatda Allah'ni muşun nuqtalardimi Rab deb itiraf qilib dedi. Nazariya jihatdan bütün buyurish, man'iy qilish ixtiyorligi, idora qilishning eng yuksak igidorligi, yo'l yo'riq, hamma narsa qonunning asosi, davlatning bütün ijtimoiy hamma ishning markazi Allah deb buni nazariya jihatdan itiraf qilib, amaliyotda insonlarning axloq, madaniyat va siyosat jihatdagi rububiyati oldida itoatga boshigatdi. Allah. O'ylab baqaylik qarindoshlar. Uni yuqoridagi Rabb Allah subhanahu va taolaninki Allohga xos bo'lgan bu huquqlarni nazariya jihatdan itiraf qilib, uning keyindan qanday qiladi desangiz, ular ana shu hayotidagi, ijtimoiy jamiyatidagi axloq, madaniyat, siyosat jihatdagi rububiyati oldida insonlarning rububiyati oldida, insonlarning Rabb bo'lib olishi, insonlarning en yuqori o'ringa huquq chiqarish o'rniga ega bo'lib olishdan iborat. Shu jamiyatdagi bo'layotgan axloq jihatdan, madaniyat jihatdan, siyosiy jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan shu insonlarning rububiyati oldida itoatga bosh egadi. Shu insonlarning chiqargan narsaga bosh egadi dedi. Dasli vidillah mana bu xil ozg'unlikni isloh qilish uchun payg'ambar alayhissalomlar to'xtamay kelib turgan bo'lib, oxirida dal yana shu islohot uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelgan edi. Rububiyatning yuqorqi bütün hukmlari nuqtasidan barliq payg'ambarlarning chaqiriqi faqat Allohu azza va jalladan iborat bir Rabb bo'lishi lozim. Rububiyatning hiçbir qismiga boshqalar ega bo'la olmaydi. Hiçbir qismiga. Kainatning bütün qonuniyati faqat birli Allah yaratgan markaziy tuzumdan iboratdir. Uni boshqarish va idora qilishning barliq huquq ixtiyorligiga ashu birli Allah igdorchilik qiladi.
ne bu tüzümni barpo qilishda boshqa birarsining hassi bo'lgan emas, ne onunga hukmronlik qilishda boshqa hech biri sherik bo'lib ololmaydi. Bu markaziy hukmronlikning xo'jayini bo'lish salohiyati bilan faqat yegona Allohla sizlarga tabiatdan tashqari nuqtadinmi parvardigordir va axloq, madaniyat, siyosat jihatdanmi parvardigordir. Ana shu Robbinglarga sizlarning, ana shu Robbinglarla, ana shu Robbinglarla yuqorida so'zlab o'tgan shu sifatlarga ega bo'lgan ana shu Robbinglarla sizlarning ilohinglardir. Ana shu Allohla ruku ham sajdalaringlarning burilish markazidir. İşenç ve tevekkülçiliklerinlarning tayanchi, hacitinglarning kapolatidir. Shuningdek, yana shu Allohla sizlarning yegona podshohinglardir. Qonunchilik, shariat belgilash, buyurish va cheklash butunlay uningga xosdir. Sizlar jaholat sababidan ikkiga ayirib tashlagan rububiyatning bu butun salohiyati Allah'ның ilahligining ayrılmaz muhim xususiyatlaridir. Bularni hergizmi bir-biridan ayırıp qarashga bo'lmaydi. Bu salohiyatlarning hech birida mahluqatlardan birarsini Allohga shirik qilib olishga qat'iy bo'lmaydi degandan iborat edi. Bütün payg'ambarlarning chaqiriqi bu edi. Boshdan boshlab toki Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelgich bo'lgan barliq payg'ambarlarning ummatlarini chaqirgan chaqiriqi mana buningdan iborat edi. Bu markaziy chaqiriqni Qur'oni Karimning zodi qandoq shaklda bayon qiladiganligini qani Qur'onning tilidan anglab boqayli. Allah subhanahu va taala sura A'rafning 54-oyatida mundaq deydi: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Hakikaten Rabbinlar Allah'tır ki o asmanlarını ve zeminni 6 günde yarattı. Andın özünün seltenet taxti eriş üstüde karar aldı. O keçi bilen kündüzni yapıdı. Keçi bilen kündüz birbirini qoğuluşudu. Allah quyosh, ay ve yıldızlarını Allah'ın emrigi boysunğuchi qilib yarattı. Yaratish ve emir qilish rastilla Allah'a xosdir. Alemlerinin Rabbi Allah'ın derecesi kattıdır. Allah subhanahu wa ta'ala yine Sure Yunus'un 31. ve 32. ayetinde mundaq deydi: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Ulardan so'rag'in ki sizlarga osmon zamindan kim rizq beradi? Sizlarning anglash va ko'rish iqtidoringlar kimning ilkida? Tirik shay'larni o'lik shay'lardan kim paydo qiladi? O'lik shay'larni tirik shay'lardan kim paydo qiladi? Kim olamning ishlarini kim idora qiladi? Ular
cho'qim bularga javoban nima deydi u desangiz, Alloh deb javob beradi. Buni Qur'oni Karimdagi qarindoshlar. Allah subhanahu va taala yana sura Zumarning 5-6 oyatlarida bunday deydi. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Aytqinki, undaqda haqqi xilop yo'l tutishdan qo'rqmamsizlar. Bu bütün ishlar Allohning bo'ladigan bo'lsa, undaqda sizlarning haqiqiy Robbinglar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa gumrohlikdan boshqa narsa bo'lmaydi. Sizlar zoti qayoqlarga qaydirilib yuraysizlar? deydi Alloh subhanahu va taala. Alloh subhanahu va taala sura Zumar yuqorida o'qib o'tgan sura Zumarning 5-6 oyatidagi oyatlarning qisqacha tarjimasi: Alloh osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Ana shu Alloh kechini kunduz bilan va kunduzni kechi bilan o'raydi. Alloh kun bilan oyni shundoq bo'ysundirganki, ularning har biri muqarrar vaqtgacha sayr qiladi. Ana shu Alloh sizlarning Robbinglardir. Padişahlık Allah'a xosdir. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Sizlar zodi qayoqlarga burib etilib yuraysizlar? Yana Allah subhanahu wa ta'ala Allohullazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Ana shu Allah sizlarga kechini aram elishinglar uchun yaratdi. Hamda kunduzni yo'ruq qildi. Yuqoridagi o'qiydigan oyatlar, tuvanda o'qiydigan oyatlarimiz Sura G'afirning 61, 62, shundaqla 64 va 65-oyatlari. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. Ana shu Allohinglar sizlarning Robbinglardir. Hamma narsaning yaratquchisidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Undaqda sizlar qayoqlardan oldinib ezib yuraysizlar? Ana shu Alloh sizlarga zaminni to'ralg'u qildi. Osmonni ustinglarga o'g'zi qildi. Sizlarni suratga kirgizgandimi? Nihoyatda yaxshi suratga kirgizdi. Sizlarga pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Alloh sizlarning Robbinglardir. Intayin barakatlidir va koinotning Robbidir. Ana shu Alloh hayotdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Dininglarni xolis qilgan holda Unili chaqiringlar. Jimi hamdu sana alemlerning Robbi Allohga xosdir. Allah subhanahu wa ta'ala yana sura Fatirning 11 va 13, 14 oyatlarida shunday deydi. Vallahu xalaqakum min turab. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
Zalikumullahu rabbukum lahul mulk vellezine ted'un min dunihi ma yemlikun min qitmir. İn ted'uhum la yesma'u du'aakum وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Allah sizlarni tuproqdan yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechiga kirgizadi. Allah kun bilan oyni shundoq bo'ysundirib tutganki, har biri bir muayyan muddatgacha minib ketyotadi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Padişahlık onunğa xosdir. Onu qo'yib sizlar chaqirayotgan boshqalarning ilkida qilchi narsaning ixtiyorligi yo'qdir. Agar ularga duo qilsanglar, sizlarning duolaringlarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi. Qiyomat kuni ular sizlarning shirik qilib olganliklarinimi inkor qiladi dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sura Rumning 26 va 28 shundaqla 30, 29, 30 oyatlarda yana bunday deydi. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Meyli asmanlardaki, meyli zemindeki hemme nerse Allah'ın kuludur. Hemmesi Allah'a boysunucudur. Allah sizlerge özünlerden bir misal keltirdi. Kullarınlardan birersi biz sizlerge rızık kılıp bergen mal mülkü şerik bulsa onu tasarruf kılış ve başkuruşta kullarınlarımız sizler bilen beraber bulsa özlerinler bilen beraber azat kişilerden korkkandek ulardan korkuşka razı mısılar? Bununla razı bulmagan ikensizler mahlukatның Allah'a şerik buluşuğa qandaq razı buldunlar? Özlerinler bilen beraber azat kişilerden korkkandek ulardan korkuşka razı mısılar dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bununla razı bulmagan ikensizler mahlukatның Allah'a şerik buluşuğa qandaq razı buldunlar? Aql bilen iş tutadigan qavm üçün haqiqatga yetkizadigan dalillerini mushundaq tafsili bayon qilamiz. Biroq zolimlar ilimsiz holda o'zlarining asossiz qarashlariga ergashib ketib boradi. Shunga sen botil dillardan burilib, haqiqiy dinning yo'lida o'zingni sabit qadam qilgin. Allohning yaratgan tabiatiga, ya'ni diniga ergashginki, Allah insanlarni shu tabiat, ya'ni shu din bilan yaratgan. Allah'ның yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Mana bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Allohu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala yana sura Zumarning 67-oyatida bunday deydi. "Wa ma qadarulloha haqqa qadrihi والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون." Ular Allah'ını qadirlashning haqqiga yarasha haqiqiy ravishda qadirlamadi. Ular Allah'ını qadirlashning haqqiga yarasha haqiqiy ravishda qadirlamadi. Qiyomat kuni ko'radi ki, zimin bütünley Allah'ın ilkididir.
Osmonlar Allohning qo'lida qotlinib turadi. Allah bular keltirayotgan şiriklerden paktur ve nihayeti üstündür. Allah subhanahu wa ta'ala yine Sure Câsiye'nin 36. ve 37. ayetinde mundaq deydi. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Cimi hamdu sana zemin asmanlarının ve bütün kainatının Rabbi Allah'a xasdır. Asmanlardımu ve zemindimu uluğluk Allah'nındır. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Allah subhanahu ta'ala Sure Meryem'nin 65. ayetinde mundaq deydi. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li'ibadetihi hel ta'lemu lehu semiyya. O asmanlarının, zeminnin igisidir. Hem de onlarının arasındaki barlıq şeyilerinin igisidir. Şuna onunğa bendicilik qılğın. Allah'ın bendiciligine çidamlıq bolğun. Acaba senin ilminde onunğa tengdaş birer zat mı var mı? Allah subhanahu wa ta'ala yine Sure Hud'ның 123. ayetinde mundaq deydi. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَأُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Asmanlardaki ve zemindeki gaybni biliş Allah'a xasdır. Hemme iş Allah'a qaytırılıdır. Şuna Allah qılı bendicilik qılğın ve onun qılı tevekkül qılğın. Yani hemme işini onunğa tapşırğın. Yana Allah subhanahu wa ta'ala Sure Muzammil'nin 9. ayetinde mundaq deydi. Rabbul meşriqi vel mağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila. O meşriqnin ve mağribnin hocayinidir. Onundan başka hiç ilah yoktur. Şuna onulu özünge hami kılgın. Barlık işlerine onulu kepil ve mesul kılgın deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yine Sure Enbiya'nın 92. ve 93. ayetinde mundaq deydi. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ana rabbukum fa'budun. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. Şeksiz ki sizlerinin ümmetinler birli ümmettir. Ve men sizlerinin perverdigarınlar men. Manılı ibadet kılınlar. Kişiler bu rububiyet işini ve bu bendicilikni öz içinde bölüşüp aldı. Bırak her qandaq ahvalda hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Allah yine Sure A'raf'ның 3. ayetinde mundaq deydi. İttabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ve la tattabi'u min dunihi awliya. Ey insanlar, Allah tarafdan nazil qilingan mushu kitobga ergashinglar. Allah'ni qo'yib yana başka başpanahlarga ergeşmenler. Yana Allah subhanahu wa ta'ala Sure Ali İmran'ның 64. ayetinde şundaq deydi. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Aytqin ki, ey ahli kitap, sizlerinin ve bizning aramızda ortak bo'lgan birli söz tarafga kelinglar. Biz faqat Allah qilib bandichilik qilayli. Allah'a hiç narsani şirik keltirmayli. Allah'ni qo'yib hiç birimiz bir-birimizni Rabb qilib olmayli. Allah yine Sure Nas'ның
birinchi oyatidan 3-oyatigacha shunday deydi. Qul a'uzu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas. İnsanlarning parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib panoh tilayman degan. Yana Allah subhanahu va taala sura Kahfning 110-oyatida shunday deydi-ki: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan va la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kimki Robbiga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, yaxshi ish qilsin. Robbiga qiladigan bandichilikka boshqa hech kimni shirik qilmasin, deydi Alloh subhanahu va taala. Yuqoridagi bu oyatlarni bir-biriga chetib o'qish orqali shuni aniq bilib olg'ili bo'ladi-ki, Qur'oni Karim rububiyatni mutlaq hokimiyat va saltanat deb belgilab bermoqda. Qur'oni Karim rububiyatni nima deb belgilab bermoqda desak, rububiyat mutlaq hokimiyat va saltanatdir deb belgilab bermoqda qarindoshlar. Hamda rububiyatning koinotga sultonlik, hukmronlik va hokim mutlaqlik tasavvurini o'ttirib qo'ymoqda. Demak, Alloh taolo dal mana bu salohiyat bilan bizning va butun jahonning parvardigori, parvish qilg'uvchisi, shundaqla hojatlarni ravo qilg'uvchisidir. Dal mana bu salohiyat bilan bizning kepilimiz, xabardorlik qilg'uvchimiz, boshqurg'uchi va ishonch markazimizdir. Faqat va faqat Allohdir. Dal mana bu salohiyat bilan uningga vafodor, sadoqatmand bo'lish bizning ijtimoiy hayotimizning imoratini to'g'ri usullar orqali tiklab chiqadigan tabiiy asosdir. Alloh taolaning bir markazlik salohiyatiga bog'lanish orqali har qaysi shaxs va har qaysi firqalar o'ttirisida birli ummat bo'lish rishtasi barpo bo'ladi. Dal mana bu salohiyat bilan Alloh taolo bizning va barliq maxluqotlarning itoat qilishiga, bandichilik qilishiga, shundaqli cho'qinib ibodat qilishiga haqliqdir. Dal mana bu salohiyat bilan Alloh taolo bizning va butun shay'larning xo'jayini, egisi va tanho hukmronidir. Arab xalqidan tortib dunyodagi butun johil qavmlar har bir davrda rububiyatni bir-biridan farqliq 5 ayrim rububiyatga bo'lib qo'yishdak o'xshash xatolikni sodir qilib kelgan. Va hozir shundoq bo'lib kelmoqda. Ular o'zlarining qiyos, gumonlari asosida rububiyatning har bir turi ayrim-ayrim zotlarga bog'liq va bog'liq bo'lishi lozim degan qarashni tiklib olishgan edi. Ammo Qur'oni Karim o'zining po'latdak dalillari orqali shuni qat'iy turda isbotlab berganki, koinotning bu mukammal markaziy tuzumini boshqarayotgan oliy huquq kimning qo'lida bo'ladi ekan? Rububiyatga doir hech bir ish uningdan boshqa ikkinchi birisining ilkida bo'lmaydi. Undaq imkonlik qat'iy mumkin emas. Koinot tuzumining bir markazligi guvohlik berib turibdi-ki, rububiyatning butun soha tarmoqlari dal mushu tuzumni yaratgan bir zotga mansub. Shunga qandoqli birsi bu tuzum ostida yashayotgan turib, shu Allohning tuzumi ostida yashayotgan turib, shu koinotning shu intizomlik tuzumida yashayotgan turib, rububiyatning qandoqli qismini bir har qandoq ma'nidan, rububiyatning qandoqli qismini har qandoq ma'nidan Allohdan boshqaga bog'liq deb qaraydi ekan.
yoki bog'lab qo'ydi ekan, u haqqoniyatga jang ochgan, sadoqatdan yuz o'rgan, haqqa qarshi osiylik qilgan, jumladan reallikqa qarshi pozitsiyada bo'lish orqali o'zini halokatga ittirgan bo'lib hisoblanadi. Suyumli Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa sig'inib tilaymizki, buningdek ozg'unlik, buningdek gumrohlik, buningdek shaqiylikka tushirib qo'yishdan, tushib qilishdan, ezib ketishdan ana shu Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa sig'inib tilaymiz. Allah bizni o'z panohida saqlasunki, buningdek ozg'unlikqa tushib qolsa qarindoshlar, bizning dunyo va oxiratligimiz butunlay tugashdi, butunlay tugadi degandan iborat. Allah subhanahu va taolo bizlarni haqni anglab, uni qabul qiladigan va eng go'zal shaklda amal qiladiganlardan va botilni bilgandan keyin uni botil, nohaq deb bilib, uningdan yiroq qochadigan taqvodor mu'minlardan qilishini tuvanchilik bilan so'raymiz. Hurmatli qarindoshlar, Qur'on buluqi programmamizning 13-soni bugun vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh Alloh umr bersa, kelar qitimqi programmamizga kelishgacha sizlarni ana shu suyumli Parvardigorimiz, bizning ko'ngil bo'lguchimiz, bizning xabar og'uchimiz, bizning osurg'uchimiz, bizning rizq berguchimiz, bizning butkul ne'matlarni ato qilguchimiz bo'lgan ashu suyumli Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Qadrli qarindoshlar, butun dunyodagi musulmon qarindoshlaringlar va shundaqla kamina ojiz uchun ijobatlik duolaringlarda aslab qo'yishinglarni, duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.